Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilarimiz. Xudo xolisa mana keyingi ishlarimizni ham ancha o'rnatgandik, remontlari o'tib, xudo xolisa yo'limiz tushib yana bir to'liq obzor qilaylik dedik. Bu yerimiz mehmonxona, krashinni eshigidan qilib berganmiz, 08 qalin MDF da bo'lgan. Eshiklarimiz o'rtasi reshotkali, birinchi chiqqan paytlarda xudo xolisa zamonlari. Uchtadan osha mashalari, rezinkalar hamma yo'g'i xudo xolisa bekam ko'si bo'lgan edi. Yorib baho berib qo'yasizlar, salkam 1 yildan o'tdi bu ishlarimizga. Ishlarimiz polniy daborli bo'lgan. Nalishli karnizlari xudo xolisa. Kimga shunaqa xizmatlarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, pastda nomerlar qo'yib qo'yamiz. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Ularimiz 1.200.000 so'mdan hozirda qilib beryapmiz kvadratini. Oynalari o'rnatib berish osha-mosha zamon hamma yo'q ichida. O'zbekiston viloyati dostavka o'rnatib berishlarimiz mavjud, xudo xolisa. Batafsil aloqaga chiqsanglar, bundan oshiq 10 xildan oshiq ranglarimiz bor, fasollarimiz ham yangilanib, bundan ham chiroyli fasollar chiqib ketgan hozir. O'zimizga aloqaga chiqa olasizlar, xudo xolisa. Chiroyli qilib ishinglarni sifatli va tez qilib bitkizib beramiz. Hammaga rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kanalga kuzatib, like, podpiska bosishni unutmaysizlar.